Assalomu alaykum o'rtoqlar, hurmatli vatandoshlar, kanalimizga xush kelibsiz. Albatta obuna bo'ling, bir dona laykingizni ayamang, bizni qo'llab-quvvatlang. Siz Abduhalim Bro kanalidasiz. Ma'lumotlarga ko'ra 6-avgust kuni 12:29 da Toshkent viloyati Zangiota tumani Tokzor mahallasi hududida joylashgan do'konlarning birida yong'in sodir bo'lgani haqida Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi navbatchiligiga xabar kelib tushgan. Xabarga asosan voqea joyiga zudlik bilan qutqaruv ekipajlari yetib borgan. Hurmatli do'stlar, barcha videolar har doimgidek Abduhalim Bro kanalida marhamat birgalikda ko'ramiz va albatta bir dona like bosib obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Olov yonsa yomon yonadi-da, lekin Tövbe. Su velasini, o'tkalasini, sulasaklasini. O'rgizordan mana. Allohning o'zi asrasin bunaqa yong'inlardan, bunaqa o't balosidan, suv balosidan. Toshkentda rosa ko'p joylar yonyapti, e'tibor beryapsizlar. Sho'lik tadbirkorlarga qiyin bo'ldi-da. Oson emas. Shuncha tovar. Endi Alloh biladi bu qancha tovar, qancha zarar ko'rdi, kimlar zarar ko'rdi. Tovarlarni qarang, aralashib ketganini qarang. Ko'pincha mana shunaqa joylarga boraman. Bu narsalar olishga boraman. Lekin rosa qimmat sotishadi-da ba'zi bir joylarda. Odamlarda muomalasi ham yaxshi emas ba'zi bir joylarda bir. Gaplashishga kelmaydimi, kirsangiz. Da Optimga kirib qolsangiz, bizda donalab sotilmaydi deb qo'yadi. Takoy выражение, takoy bashara qilib qo'yadi. Xuddi ana nima deydi bir. Uni oldiga odam emas, qanaqadir hayvon kelgandek gaplashadi ba'zi bir odamlar. Men shaxsan menda shunaqa bo'lgan. Men kirib telefonimga stiklomni nimadir so'raganman. Bizda unaqa sotilmaydi. Biz Optimga savdo qilamiz. Siz o'zga sayyoralik ekansiz-da deb chiqib ketganman keyin. Normalni ayt, shu gapni. Optim sotmaymiz akajon. Yo'q akajon, Optim sotmaymiz biz. Deb boshqa manzilni ko'rsatib bor bir normalni bo'lib. Biz Optimga sotmaymiz. Muomala madaniyati vobshe pashti ko'p. Mana shunaqa sotuvchilar o'zidan ketib qolgan o'sha vobshe pul ko'payib ketganlar bor-ku, savdosi zo'r bo'lib, ishiga Alloh baraka berib bir zo'r bo'lib ketganlar ana shunaqa. Xullas, endi hammasi emas, bor-da. По-любому bor. Ikki aldaydiganlar bor, ko'p rosa aldaydi. Rosa aldashadi. Shunaqangi aldab tashashadi bor-ku. Bitta narsani masalan 80 ming so'm desa, aka 60 ming beray desangiz, o'zi 2 ming, 3 ming so'mgina pulingiz qoladi deb qo'yadi. Lekin ko'p qolayotgan bo'ladi. Bunaqa tovarlardan normalniy puli qoladi-da, adashmasam. Lekin bu chirishurda 2 ming so'm qoladi, o'zi qolaydigan puli shu 3 ming so'm, shunaqa deyishadi. Balkim to'g'ridir, baribir ham ozgina tushish kerak-da, aytgan narxiga sotmasdan ozgina. Vystupka qilish kerak-da. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham sabr tilaymiz. Duolasa yana hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan umidda biz. Lekin anchagina tovar. Necha million dollar ham zarar ko'rgan bo'lishi mumkin, yana bilmadim endi. Shunaqa ba'zi bir videolarda ko'rdim, shunaqa deyishdi. Anchagina zarar ko'rgan deyishdi. Sabr tilaymiz, nima deymiz? Sal e'tiborli bo'laylik, nimalar qilayotganimizga, kimlarni aldayotganimizga, kimlar bilan qanaqa gaplashayotganimizga,
Siz ham, men ham hammamiz insonmiz o'rtoqlar. Bir-birimizdan aldamaylik, bir-birimiz bilan yomon munosabatda bo'lmaylik. Odamni ko'rinishiga qarab muomala qilmaylik. Ba'zi bir odamlar borda ko'rinishga qarab muomala qiladi. Kiyinishiga qarab, yuz tuzilishiga qarab, agar kiyinishi bunday zo'r, takoy, qo'llarida soat, iPhone'lar, achkichalarda bunday qo'lini orasiga kashlyoklar qistirib kiradigan bolalar bor-ku, takoy bolachalar. Ana shunaqalar kirib qolsa, ana u basharasini bujmaytirib o'tirgan okalar ham takoy turib, "Assalomu alaykum, aka keling, nima xizmat?" O'rgilib, "Tamom, aylanay, keling akajonim." Shu bitta o'pib o'rardim bir joyingizdan to'g'ri kelmaydi-da deydigan darajada gaplashadi. Asal bundayroq odam kelsa, qo'lida soati yo'q, oddiy Samsung Android ishlatadigan odamlar kelsa, shunaqa bir takoy bir gaplashgisi ham kelmaydi. Telefonda bir narsalar o'ynab o'tiradi. "Assalomu alaykum" deydi kirsangiz. "Keling. Aka shunaqa narsa kerak edi" desa. "Yo'q, biz optim, yo'q biz donalar sotmaymiz, bu optim, aka." Qaramaydi ham bor, bunday bitta qarab qo'yadi bo'lib. Bitta qarab qo'yadi bo'lib. Telefonda o'tiradi bir narsalar ko'rib yoki bir videolar ko'rib. Yo'q, gaplashgisi ham kelmaydi. Men hayron qolaman shunaqa bolalarga. Qanaqa tarbiya bergan ota-onasi? Kirsangiz ana punagini telefonidan uzmaydi, o'tiraveradi. Agar olsangiz, ha 70 ming puli ko'payib ketganda o'sha normal soqqani ustida 70 ming. Aka 65 mingdan beray. Yo'q, bo'lmaydi. Aka keling, 67 mingdan beray. Yo'q, bo'lmaydi. 2-3 marta aka desangiz ham garovchi, вообще foydasi yo'q-da. Keyin xafa bo'lib bir ana bo'lib chiqib ketasam, qaramaydi ham garovchi. Nima deydi? Pashsholaydi boradi ichida. Senga nima bu bozor, mol bozormi, undaymi deydi ichida. Vaholanki bilmaydiki, savdolash ham qaysidir ma'noda sunnat o'rtoqlar. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham hamma narsa yo'qoladi. Hamma o'zini tovarini ajratish davom etadi, ko'rsak bo'ladi. Shu tovarni bir-biriga qo'shilib ketgan, kim-aka deb shu mana ajratiladi. Bizning joyimiz O'rizordan o'tganda o'ng qo'lda keladi, saqaga qarab keturishdi bo'ladi. Bizda showroom seni ko'pchilik biladi. O'tmaydi deb qonimizda. 1-2 kunda suvdilar tiklanib, o'z holiga qayta oladi. Bizda kech soat mana 1 bo'lyapti. Bugungi yomg'irdan keyin hamma tovarlarni ichkariga olib kirish jarayonlari bo'lyapti. Xolasa mashinalarni endi ertalabki bo'lsa olib kirib olsa, inshaalloh ancha tovar olib chiqilsa, endi fonni do'kon bo'shatilib xolasa ish jarayonlari ketyapti. Mana yigitlarimizga Alloh quvvat bersin. Albatta barcha tadbirkorlarga sabr tilaymiz o'rtoqlar.